Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmetli qarindaşlar. Sual ve cevap namlıq programımız arqalıq sizler bilen yeni yüz görüşdük. Programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Mahmudcan Damallam. Ben programın riyasatçısı Abdullah Ucat. Hörmetlik Damallam, kıymetli vaxtlarını çıkarıp programımızga begalıyoruz için. Rahmet, Allah razı olsun. Kızgın karşılamız. Hürmetli kardeşler, programımızın bugünkü bölümünde dinde zorlaş yok. Bir Müslümanın İslam'dan çıkıp gitiş hakkı var mı? İslam'dan çıkışının hükmü ve cezası nime? Dinin malum kısımlarını itiraf kılış, kılmaslık ya ki onu meshir kılışının ki hükmü nime degan suallarga cevap verip ötümüz. Diqqatinglar programımız olsun. Tamamlam programımızı başlasak birinci sualdan. Hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'nin Sure Bakara 256. ayetinde La ikrah fid din, yani dinde zorlaş yok degan bir ayet var. Bu ayet nemde qanday tushunimiz? Bunun da mufassirlar marxil bayonlarni o'tirib qo'ygan. Bizningki hozirgi jamiyatimizda bir xil tushunishda har xil ixtiloflar bo'lyotidi. Mushuni bir uchuqdan bir o'ssizlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sümme amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetlik körürmenler ve karındaşlar, Allah subhanahu ve taala hemmimizni bugünkü bu programımızın yaxşı payda elip toğru düşünce bilen çıkışını nasip etsin ve şundaqla bizni toğrunu sözleşke ve toğrunu oturup qo'yashga Allah nasip etsin. Yuqorida oturup qo'yilgan Allah subhanahu ve taala'nın Kur'an-ı Kerim'deki özünün ulug'ligi, kattaligini bayan qilgan Ayetel Kürsi ayetinden keyin La ikraha fid dini qad tebeyyena rushdu minel gay femen yekfur bit tağuti ve yu'min billah faqad istemseke bil urvetil vusqa la infisame laha vallahu semi'un alim degan bu ayetning mazmuni bugünkü bir qism kishilar mayli Uyghur musulmonlardan bo'lsin va yoki boshqa men musulmon davatgan kishilardan bo'lsin, bu din deganda diniy erkinlik, diniy ixtiyorlik, dinde hech qanday zo'rlash yo'q. Bir odam nima ish qilsa hayotda bo'laverdi degan nuqtani, degan mazmunni tushundirmaydi. Oyatning qisqacha ma'nosi hech qanday bir odamni dinga kirishga zo'rlashga bo'lmaydi degan mushu nuqta, mushu mazmun. Nima uchun desa, bu din degan bu i'tiqod, ya'ni qalb bilan e'tiqod qilish degan bo'ladi buning ma'nosi. Al-i'tiqod degan nima desa, bir insonningki ma'lum bir narsaga o'zining qalbi, vujudi, umumiy tuyg'usi, hissiyoti bilan bunga e'tiqod qilish, ishonish deganlik. Bundaq ishonish, bundaq e'tiqod qilish, bundaq suyish, bundaq yaxshi ko'rish tabiiy holda bir insonni majburlash bilan vujudga chiqmaydi. Majburlash bilan mayli turmuq so'rayman deb yoki qurol bilan seni o'ltiraman deb yo jazolayman deb dinga kir desa masalan, tabiiy holda bu har doim sharoit bundaq bo'lmaydi. Shundaq fursat kelsa bu inson chuqum bu majburlangan dindan, majburlangan fikrdan, majburlangan e'tiqoddan chuqum yenishga tayyor. Ve shundaqli shu e'tiqod qarshi kishilar bilan hamkorlashib, shu din egisiga o'rtaqcha qarshi turishga ham tayyor. Shuning uchun bu bizning vatanimizda masalan umumiy ko'rilgan 70-yillarda kommunist Xitoylari bizning xalqimizni kommunizmga cho'qinish, mavzuni cho'ng bilish masalan nurg'un narsalarga majburlagan. Nurg'un narsalarga majburlangan vaqtda xalq o'zining hayotini qo'g'dab qolish uchun ma'lum ishlarni qilgan bo'lsa-mu, shundaq fursat berilibdi,
xalqçu, ya'ni o'zining asli to'g'ri sog'lom deb e'tiqod qilgan islomiga, o'zining diniga qaytgan. Xo'sh. Shuning uchun islom dini hech qandaq bir insonni boshda bu dinga kirsan deb majburlab dinga akirmaydi. Bu yerdagi masala nima? Mush oyatninki shu sababiga qaraydigan bo'lsak, olimlarimiz bu oyatning tushish sababida haqida bir necha xil qarashni o'tirib qo'ygan. Buni eng kuchliroqi, ya'ni Abu Davud rahimahulloh o'zining kitobida bayon qilgan va boshqa Ibn Jarir at-Tabari o'zining tafsirida bayon qilgan vaqalik nima desa Ibn Abbas radhiyallohu anhudan. Ibn Abbasning bu hadisida shunday bayon qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelishdan burun odatda Madinada Yahudilar va shundaqlar Arablar bati. Arablar vatani butparasti, Yahudilar cho desa, bular kitobga e'tiqod qildiganlardi. Shundaq bo'lg'achqa ma'lum ayollar masalan, ballari tur uylab ketsa, tug'di ekan balasi uylab ketar ekan, tug'di ekan balasi uylab ketar ekan. Bunda qo'yib qolsa, qanday qildi ekan desa, Yahudilarni kitob berilgan bo'lg'achqa o'zidan afzal deb qaragan bo'lg'achqa, mening balam buda tug'sam hayot qilib qolsa, men bu balani Yahudilik berman. Yahudi diniga e'tiqod qilib, Yahudining bo'lgan ayollarni imib, mushundaq cho'ng bo'lsa deb nazr qildi ekan, shuni va'da qildi ekanda. Va'da qilib, shunda Avs qabilasidan necha ayollar o'zininki hayot qolgan ballarining kichigidillamcho Yahudilarga berib etgan. Berib etgandan keyin bu ballar shu analarni imib, shularning ichida cho'ng bo'lib, Yahudi bo'lib cho'ng bo'lgan. Cho'ng bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keyin Madinaga kelib, islom tarab, islom gullanib, boshda tinchlik bilan yashagan bo'lsa-mu, Yahudilarning xiyonati bilan Yahudilarni Madinadan qo'g'lash buyrug'i Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan vaqtda bularni qo'g'lagan. Qo'g'lagan vaqtda heliqi ballarningki ota-onasi berib, u ballani tutib olib, qanday gap bu? Biz o'zimiz jannat kirsak, bizdan bo'lgan bu ballarimiz davzax kirib ketsa, Yahudi bo'lib, qanday bo'ladi? Cho'qim bo'lni islomga akirishimiz kerak deb ballarni Yahudining ichida cho'ng bo'lgan ballarni islomga akirishga zo'rlagan. Shu vaqtda bu oyat tushgan. Ya'ni la ikraha fid din. Yani bu yerda dinni zo'rlash yo'q. Sizlar bu ballaringizni Yahudi bo'lib cho'ng bo'lgan ballarni o'ldan tatib elib, sen musulmon bo'luting deb majburlash sizlarning haqqinglar yo'q degan oyat tushgan. Demak, buningdan kafirlarni mayli Hristiyan bo'lsin, ahli kitob bo'lsin, mayli boshqa kafirlar bo'lsin, islom diniga kirsan deb majburlash islom dinida yo'q. Shariat buni cheklaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu koinotni yaratgan. Allah Qur'oni Karimda nima deydi desa, "Vallazi xalaqakum faminkum kafirun va minkum mu'min." Allah subhanahu va taolo sizlarni yaratdi, ey insonlar, bütün inson ballari, sizning ishingizdan yaratgan Allohni inkor qildigan, Allohga kafir bo'ldiganlar bor. Va sizning ishingizdan Allohning birligi va borligini e'tirof qildigan mu'min musulmonlar bor deb o'zininki umumiy koinotdagi bir qonun prinsipini o'tirib qo'ydi. Demak, bu koinotda kafirmi ba yashaydi, musulmonmi ba yashaydi. Shuning uchun kafirni sen musulmon bo'lsan deb majburlashga, zo'rlashga bo'lmaydi. Dinimizda olimlarimiz ayirdi, kufrga erkinlik yo'q deydi. Yani bir müminning kafir bo'lishiga erkinlik yo'q. Lekin kafirlar uchun erkinlik var. Ezelden kafir bo'lgan, ezelden ashundaq kafir jamiyati tug'ilgan, kafir ota-onadan tug'ilgan, o'zining qandaq e'tiqod bo'lishidan qat'iy nazar yashayotgan insonlarga erkinlik bor. U yashaydi, o'zining diniga qanday diniga e'tiqod qilgan bo'lsa, lekin bir musulmonning kafir bo'lishiga erkinlik yo'q deb bayon qilgan. Xo'sh, tamamlab bunda da yani asli dinni qabul qilishdan burun dinni qabul qilish qilmaslik erkinligi bor. Ama qabul qilib bo'lgandan keyin uni chikitish erkinligi yo'q. Kirishga zo'rlash yo'q, ama kirib bo'lgandan keyin chikitish erkinligi yo'q. Tabii. Bu nimaga o'xshaydi desa, masalan bugungi kunda ma'lum bir inson o'zining vatanidan, o'zining davlatidan chiqib, boshqa bir davlatdan
puhralık, nüfus almakçı. Nüfus eliştim burun bu insan şu devletin kanunuga boysunuşni talep kılınmaydı bundak insandın. Mesela bir devletin puhrası, azı biz Türkiye'de yazsak mesela, bu yerde turup Amerika'daki ya Avrupa'daki bir devletin kanunuyla yaşaş bizden talep kılınmaydı. Lekin kandak bir insan Amerika vade Angliya vade men şu yerken nüfus ütümen dep kimlik üçün sunde sunga vakitte bu insan çokum nurgun nasiga kol koydu. Şu kol koygan nasilinin katarıdı ço men muş devletteki kanun tüzülmege ruay kılman dep kol koyup onundan keyin nüfusunu ço alıdı. Şunun için her kandak bir insan musulman bulmakçı olsa çokum bu insanga biz sizma dinni oylanıp kirin. Yani toğru, hakikatin toğru yetkizip, dinnin güzelligini toğru yetkizgenden keyin obdan oylanın. Hazır siz kiriştin burun erkin. Kiriş kirmeslik bu siz tallaysız bunu. Lekin kirgendin keyin bunun mesuliyeti var. Bunun çoğu kılışık tegişlik adette talepleri var. Bunu icra kılışınız gerek dep toğru düşündüğün asasta dinge kiriş lazım. Kirgendin keyin çoğu xuddi bir devlet puhrası bolgan insan şu devletin kanunuga boysunup yaşaşqa mecbur bolgandek musulman bolgan insan çokum İslam'ın kanun prinsipi bilen yaşaşqa mecbur. Eğer bu dünyada xilavlık kılıp mesela ma dünyada mel kanun xilavlık kılıp tutup kaldıgan ahvallı ba insanların içinde. Mesela qandaq bir devletin kanunu xilavlık kılıp. Bula gayibni bilmey. O adam kutup kalgan bilen lekin ma din diço dese bizning qilayotgan hamma ishlarimizni bo'lib turadigan, bizning oshkor maxfiy ishlarimizni bo'lib turadigan, ilohga e'tiqod qilgan bo'lganligimiz uchun agar ma'lum bir inson jinoyatni qilib bu davlat bo'lmaganligi uchun ya islom qonuni, islom davlati bo'lmaganligi uchun yurgizilmadi, buning jazosi berilmadi. Berilmaganlik bilan chu bu inson qutulib ketmaydi. Chuqum buningki oxirat kunda chuqum hisobi va bu xuddi bir inson masalan yancuqti pul va inson maşineliştim burun erkin. Mesela yolun qanday bilen mağdı. Piyada mağan adam siz alahida ya tatü mağıpsiz ya o mağıpsiz dep onun jık ruay qilish talep kılınmaydı. Nima üçün dese o başkalarga zini yok. Mesela. Lekin özünün erkin puluga yancuğudaki qanday hajlis bulduğan pulga bu adam öz ixtiyarlığı bilen maşineden bijini aldı. Maşin algandan keyin çoqum bu insan başkalarga ziya yetkizmesligi, özügimiz ziya yetkizmeslik üçün qatnaş kanunu şu ruay qilib menish lazım. Xuddi shuningdek ahvol bu. Bu yerda asası maksat ikki nokta ekan. Bir, mesela bir kafir, musulmon emas, buningki başta dinga kirish kirmaslik erkinligi bor, bu bir masala. Ama kirib bo'lgandan keyin o dindan xalagancha chiqish haqqi yo'q. İkinci mesele aynı şekilde başka bir kafirni dinga kiring deb zo'rlashmi yo'q yani. Tabii. Bu xulasa bo'ldi. Endi keldik bir qism kishilar mushusida yuqorida deb o'tgan oyatni, masalan la ikraha fid-din degan oyatni dalil qilib turib, Qur'onda shunda bag'o deb, ya'ni o'zi musulmon, musulmonlikni idao qildi, musulmon tug'ilgan bir odam. Bu hamda dinda zo'rlash yo'q. Deb qo'yib, men xohlasam namoz o'qiyman, xohlasam o'qimayman, xohlasam gunoh qilaman deydigan shunday bir iddiadagi insonlar bor. Ya'ni qalbimni Alloh bildi, sizning nima ishingiz deydigan. Bu oyatni masalan shunday qilish to'g'rimi hamda? Bu albatta qat'iy to'g'ri emas. Zodi shuning endi haqqi bormi? Yuqoridimi deyildi ve yani qayta takrorlash tegishli nuqta nima desa, biz biraz inchike masalalar bo'lgan ekan. Turkiyada bu chiq uchurt emas, masalan, oy sen musulmonkan, ro'za tutsamamdu, yana namoz tutsamsan, men tutmagan bilan qalbimni Alloh bildi. Sening nima ishing? Erkin, hurman deydi. Bizning Uyg'urlarning ishidimi yo'q emas. Yani mushuni hamda biraz uchuq bo'lsak. Allah Qur'oni Karimda mushundaq dinning ma'lum qismini itiraf qilib buni iymon keltirib boshqa yerlarga iymon keltirmaganlarni nima dedi desa afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Yani sizlar bu sizlarga tushirilgan vahiyning bir qismini itiraf qilib bir qismiga iymon keltirib yana bir qismiga kafir bo'lamsizlar deb aytildi, buni so'kdi. Shuning uchun
Müminlerin nimigi buyurdu dese ya eyyuhellezine amenu dukhulu fis-silmi kaffe. Sizlar ey müminler bu İslamga umumyüzlik kiringlar. Yani İslamның umumyüzlik yüzüni icra qila alaydigan har qandaq ishni qilish niyati bilan, qilish arzusi bilan, qilishga bo'lgan muhabbat bilan dinga umumyüzlik kiringlar deb buyurdi. Shuning uchun biz musulmon müminlar chuqum har qandaq vaqtda aş la ikraha fid din yani dinde zorlash yo'q degan oyatni tushirgan Alloh subhanahu va taolo Sura Nurda ve onundan başka sure Mücadele'de nurgun surelerde nimini bayan kıldı dese Sure Ahzab'da müminlerinki Allah'ın buyruğunu tallaş ihtiyarının yokluğunu bayan kıldı. Bu kuruk dava okudu uçakta. La ikraha fid din dini. Allah Kur'an-ı Kerim'de din zorlaşık depti o. Onda oğan diken men halisam namaz okuyma, halisam okumayma, halisam argışıma, halisam onu kılma, bunu kılma digellik ço. Dese kuruk dava oludu. Nimi şön? Dese şu la ikraha fid din diyen ayetini düşürgen Allah subhanahu ve taala وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Her kandak bir mümin ayalga Allah subhanahu ve taala bir işki hüküm kıysa bunundan özünün halıgını kubul kılıp halıgını kubul kılmaslık ihtiyarı yok. Bundak tallaş ihtiyarı yok. Kandak bir mümin er olsun ayal olsun Allah asi buldiken Allah'ın katlık azabı bu mümin bu insanga dep Allah subhanahu ve taala muş ayet şu alahid bunu gösterdi. Sure Nur'daki yani bir ayette ve izâ du'u ilallahi ve rasûlihi liyahkume beynehum izâ feriqun minhum mu'ridun. Eğer Allah'ın Resulüga ulanın arasındaki işlağı hüküm koyuşka çakasa ula kanda kılıdı dese ula ço bunun yüz öreydi yeni valıdı dep bulan ço alahidi söktü. Bizning Kur'an-ı Kerim'nin hemmisi gibinin imanın ba deydigan dava buldiken her kandak bir müminden la ikraha fid dinni bilgendek şundakla Allah subhanahu ve taala'nın ki sizin ihtiyarlığınız yok, tallışınız yok. Allah'ın buyruğuna siz boysunuşunuz bu vacip. Bulmasa sizge eğer şu ceza kalısız digenini mi bölüş lazım. Bu niminin süpütüge okşaydı, nimge okşayıp gidiyor dese bu Yahudiliğinin ki bir gipi var. Kur'an-ı Kerim bunu bizge hikaye kılan, bizge sözlep bergen. Nimi degen dese ola? Ve qalet taifetun min ehlil kitabi aminu billezî unzile alellezîne amenu vechhen nehâri ve kfuru ahirahu leallehum yerci'un. Üzü men musulman dep turup şeriat çekligen işinin hemmisini kıldıgan. Men musulman dep turup şeriat buyurgan işini kılmaydıgan insan çoğu esli maksud nima dese başka musulmanlarını dindi şeklendirip dinden çıkarışka davet kılıştın, çakırık kılıştın başka narsa emas. Şu ayette Allah subhanahu Yahudiyinin ki bu sözünü Allah bizge bayan kılıp Yahudiyilden bir grup kişiler kanda kılıdı dese sizler etigende o Muhammed'nin digenine iman keltiringlar. Etigende vay ya senin gepin doğru iken biz sana iman keltirdik dangla. Keç oğan şu o gepanligi teneveninglar. Vay yalgancı iken semesmi sen dangla. Ayında kıysanlar maksudni mi bunda kılıştın boğan dese hakiki doğru yoldaki müminler ayında kıysanlar yoldan çıkıdı o. Muhammed'e eriştin şu ondan yeni vardı o. Dep bulanın şu muşu kabih sözünü Kur'an-ı Kerim bizge şu sözlep verdi bizge bayan kıldı. Demek bugünkü günde muşunda kuruk davanı kılıp mesela men musulman dep durup münkerinin hemmini kılış men musulman dep durup Allah buyurganının hiç kaysını kınmaslık çoğu dese aşina olan hiç kında farkı yok bir nokta. Hoş. Allah razı olsun. Hem geldik bizninki cemiyetimiz yani Uygur Müslümanlarının içine. Hemmimizge ma'lum. Elhamdülillah Uygurlar yani tarihten buyon Müslüman kalık. %99% hatta 100% Uygurlar bulduken özünü Müslüman hesaplaydı. Aynı şekilde fakat namaz okumaydıganlarıma yani yılda bir kıtım, iki kıtım heyet namaz okuydu hamdı. Ama muşundak insanların ki bölbülüke bir kısmı bazı vakitte İslam'ın ki yani malum kısımlarını itiraf kılmaydı hazır dep ötkendek. Bunu hem de mesela kadar düşünümüz hem de yani bu kanda buldu. Mesela
Bularga qanday tavsiya bor yoki? Biz Aynı şekilde de hazır günümüzde çıkıyordu bunu tekrar uçuklasak. Mesela Müslümanlık davası kılıyordu. Bazı akasılardan bekrak mollam vakti gelse. Ama şunda durup bazı yazmalarda, kılgan sözleri de bula şu silah hazır degendek şu la ikrahe fid-din degan oyatni xato tushunagandek, ya'ni dinga zid narsalarni yozadi, shunday tashviqotlarni video ig'zoki qiladi. Shunday ahvollar jamiyatimizda xususan sosyal medyada yuz berishga boshladi. Bugungi programni qilishga sababchi bo'lgan asosliq nima shu savollarningki sababimi. Endi bularni qanday tushunish kerak? Bularga nima tavsiya qilamiz? Dinning uçuklamasi bu vaqtdagi uçuklamasi nima? Bu vaqtda biroz tafsilroq tushuncha berib o'tsalar, ya'ni bu televizor ko'ruvchi bizni taqib qilayotgan qarindoshlarimizga bir nimasi bo'lsa, bilgisi bo'lsa, Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Endi ba'zi masalalarni shunda biroz tafsili ochmasak bo'lmaydi ekan. Biz burundan her qandaq ishda jinglik lazım. Yani bir insan özününki tanlap mangan yolunda samimi bolaş lazım. Rastçıl bolaş lazım. Bu samimilik, rastçıllık hatta hata yolda olsa mı mümkün galbi gelip berişi. Özünün prinsipiga tanlagan yoluga sadık bolsa, rastçıl bolsa dünyada nurgun hata yolda olsa mı nurgun insanlar hayatını çok galbi kılıdı. Bunun samimilik gerek, rastçıllık gerek. Biz Müslüman dep özümüz Müslüman, halkımız Müslüman. Bu Müslümanlıkta rastçıl buluşumuz lazım. Mening en hayran kaldığım yerim nima dese, hazır bizning vatanimizda Xitoy kommunistlarınınki dinimiz qarta qandaq hujumlarni qilayotganligini hammamiz anglayapmiz, ko'ryapmiz, bilyapmiz. Bular bir insan mesela üze Uygurca sözleydi o. Bizge okşaş bir insan. Dini davası yok. Zimin davası yok bolsa vatanda erki yaşam diyak mı? Yaşaydı. İnanç erki yaşaydı. Nurgun adamlar hazır neçe milyon adam vatanimizda özünün dini itikadının yırak halda ve şundakla zimin mazimin mininkiti deyişten ibaret muş hakikatini tunumağan ya ki tunumaz seriş arkalık yaşavatır nurgun insanlar erkin. Hazır Xitay Uygur halkıga, Şarkı Türkistan halkıga birden bir zulüm kılıvatkan sebep nima dese, birincisi bulanın asli kimligini, şu zimin davasını kılışka sebep bulavatkan nesi nima dese bulanın dindarlığı. Şunu bilip kaldı. Şunu bilgenlik üçün muşranı dinden çıkarsak, bula yüzünü biz bilen bir farklılık dep his kılmasa, bu çağda andın zimin davasını kılmaydı iken. Digen planını tüzep, şunun için birden bir asaslık hücum baştan tatıp zade dindarlığa bilen başlandı. Dini bir insanın Müslümanlığını uqturduğun alametlerine hücum kılış bilen başlandı. Kişilerin dini erkinliğine, dinik boğan itikadını eğir çekleş bilen başlandı. Bugünkü kadar bu şundak davamlaşıp kilovatını. Bu chet eldeki burun mesela dini itikadı ba dinga amal qilgan musulmonga hujum qilgan bo'lsa hozirgi sharoitda udul din qilamsa oshkora udul boshladi hujum qilishga. Yani mushu chet eldeki vatan davası qilimiz davatkan meyli yazgıçılar olsun, meyli her xil sahadaki ehlilim, siyaset erbapları olsun. Bula milletninki asli kimligi olgan diniga ve şu kimlikni saqlab qolishga tarixdan buyan alahida bir kuch qushavatgan milletning dini qimmat qarashlari, milletning kimligiga hujum qilsa, bunu eyplisa, soqsa bunu, kemsitsa, o'zining Xitoyga ma'lum tarafdan o'xshab kelayotganligini his qilmamdigandi bular. Mesela bunu bir her qanday bir o'yinish kerak. Yani bugungi kunda masalan butparastlikning gapini qilayotgan, uni qilayotgan, hozir masalan Xitoy Xi Jinpingning ya onun bunun suratlarga xalqni sajda qildiryapti.
hurmatlaysan mani deb cho'qindiryapti. Mavzudunga ashunda qilgan. Ya'ni shundoq butparastlikka Xitoy tashviq qilyapti. Mushundaq turgan bir kunda tap tatmasdan millatning aqidasi, millatning qimmat qarashi, kimligini qat'iy ko'zga ilmasdan butparastlik yoki buning tashviqotini qilib yurishdan. Buning nima foyda kelib chiqadi masalan? Vatan davosi qanchalik foydasi bor buning? Buning g'arazi nima zodi? Yani bu meselelarda her qanday bir aql egisi bunu o'ylanish lozim. Men vatan davosi qildim degan bana bilan millatning kimligi, millatning diniga hujum qilish, u zulm qilayotgan Xitoy bilan farqi nada bunun? Mesela bu insonlarning her qanday o'zining ko'nglida hatto dinga mesela ma'lum qalbidan e'tiqod qilmaydi. Qalbida bir rostchilik bilan e'tiqod qiyg'isi yo'q. Qanday sababdan kalliq to'shab ketgan har xil shubha gumonning sababidan bo'lsin yoki Yevropa madaniyatlari bak yiqib ketib masalan biz bu Yevropalikdek bo'lgan bo'lsak balkim bu kun qanmasdik deb o'ylagan bo'lsin. Bu xiyolni ishda saqlash kerak. Haqiqiy rostchil da'vo egisi bo'lsa. Vatan davosini qilman deydigan odam bo'lsa, musulmonlikdan bu haliqi bu o'ziningki dinga bo'lgan qarshi e'tiqodi ya qarshi fikr tushunchalarni xalqqa tashviq qilishning o'zicho desa ig'ir bir musibat bu. Qattiq ig'ir musibat. Shuning uchun hech bo'lmadi deganda xalq musulmon xalq. 1000 yildan o'shuq 1100 yildan oshdi bizning xalqimiz musulmon bo'lib islom qonuni, islom davlati bilan necha asr yashag'li. Nurg'un hatto O'rta Osiyoga islomni tarqatishga, islom madaniyatini gullantirishga har tarafdan as qo'shgan bir xalq. Mushunda xalqning davosini qilayotgan ekan, bu o'zi nima bo'lishidan qat'iy nazar hatto bu xalqning qimmat qarashini, bu xalqning diniy e'tiqodini hurmat qilish lozim. U o'zini kommunist bilan o'xshash o'rinda qo'yib xalqning diniga, qimmat qarashiga hujum qilmaslik lozim. Vatan davosi yoki xalq millat davosi qilsa lekin o millatninki diniga, aqidasiga qimmat qarashiga hujum qilsa bu zidlik hamdir. Buni ayıplash yani nima foydali keldi masalan? Yani hozir masalan nima sababchi bo'ldi masalan bu masalalar? Faqat men o'ylayman qanday niyatini Allah o'zi biladi bu insonlarningki, mush fikrlarni o'tirib qo'yayotganlarningki. Lekin bu xalqimizni büyleşke, özara bisimizni fikri, ideoloji, ekim peyda olap, özara kamçılaşık sebep buludu. Xitayga bo'lgan qarashlik hareketini parçalaşık sebep buludu. Bunundan başka hiç qanda bunun faydası yok işler. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala to'g'ri dini erkinlik bor dedi. Sen dinga e'tiqod qilish qilmaslik erkinliging bor dedi insonlarga qarta. Lekin bu halqa faqat mani qilsaq bo'ldi ekan, mani qilsaq bo'ldi ekan degan erkinlik emas. Balki sen agar kufrning yo'lini tanlasang, bunun jazosi bor. Ma dunyoda bo'lmasa, qiyomat kuni bor. Allah Qur'oni Karimda nima deydi desa, masalan bir inson o'ziningki e'tiqodini tanlash erkinligini berdi, lekin shuning bilan birgacha qandaq bir adam siz ma kufr e'tiqodini tanlasangiz, masalan faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Xalqan adam mümin bo'lsin, tahdid bu aslan. Xalqan adam mümin bo'lsin, xalqan adam kafir bo'lsin. Lekin kafir bo'lganligiga biz mandaq davzaxni tayyor qildik. Ular usab ketib suv desa, manda zaharlik ularning yuzlarini ko'ydirib turgan mushunda suvni berimiz deb tahdid salyapti. Jazosini yana bayon qildi-da birga. Jazosini bayon qildi. Mas'uliyat va ish bu. Xuddi bu nimga o'xshaydi desa, bir o'qituvchi o'quvchilarga emsa, ma darsni obdan muzokara qilsangiz qildingiz, qilmasangiz-chi o'zingiz biling deydi-ku masalan. İmtihanda ko'rishimiz. O'zingiz biling degani imtihonda o'tamasangiz, sinib ko'chanmaysiz, manda jazo qilasiz degan gapim. Endi mishada bir savolni so'ram keladi-da. Masalan, yuqorqi oyatda bayon qilgandek, kufrlikni o'zi qabul qildi, uning jazosini Alloh boshqa shaklda bayon qildi.
Küfrünü kabul kılmadı, lekin Müslümanlıkını Müslüman buldu, kabul kıldı, kirdi, dava kıldı, lekin hem de şu ikinci mesele. Dinni mazak kıldı, bunun hücum kıldı. Bunun hükmünü, küfrünün hükmünü bayan kıldık. Bunun cezası ya ki hükmünü mü buldu? Bunu kısaca Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de şu münafıklığa karta bu münafıklık endi. Yani men Müslüman dep durup dinni mazak kılış, dinnin hükümlerini meskir kılış bu nima dese münafıklık niki. Bizde münafık dese faqat Xitoyga jasusluk qilganni münafık deb tushunib qoldigan xatolik bu. Ummu bir münafıklık tabii halda. Lekin mavu dinni meskir kılışның özü. Dini hükümlerini meskir kılışның özü. Müslümanlarni şu arkalık meskir kılışның özü şu desem münafıklık alameti bu. Allah Kur'an-ı Kerim'de münafıklıkninki süpetlerini bulanınki ne kadar naçarlığını, ahlakının ne kadar bozuğluğunu bayan kılıp bunun alaka Sure Tevbe'de bir ayet var. Bula vay andaç mandaç dep müminler hakkında kalaymıkan gep tartdı. Bunun asli adeti. Muşu vakalikni bayan kılıp olgandan keyin nima degan desa kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Bijirme desa biz ular nima deydi desa inna kunna nakhudu ve nal'ab. Vay nimish qimanda qilsiz desa vay biz manda o gapni bir qilib qo'ygan. Asli e'tiqodimiz unda emas. E'tiqodimiz unda buzuq emas. Biz shunda yaxshi musulmon. Faqat bir kallamızga kelgan fikrini deb qo'ygan deb javob berdi bular. Buna münafıklar. Deb bulab onun keyin cho desa qul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Sizlar Allah'ның Resulini, Allah'ның ayetini meskir kılıp atamtınlar. Şunu zanlık etip atamtınlar. Deb keyin cho desa la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Sizlar iman etip bulab biz musulmon deb bu dinga kirib bo'lib keyin kafir bo'lib ketdinglar. Endi quruq yalaqqa hujjat paket yoki o'zir qo'yib jumanglar deb shu bulan qattiq tahdid salgan. Shuning uchun har qanday bir inson agar o'zi men musulmon deydi. Musulmon deb turib Allohning ma'lum hukmini Qur'oni Karimdagi hadis yoki sahih sog'lom hadis masalan sahih hadislardagi ma'lum hukmni musulmonlar zodi mavu küfrlük bilen musulmanlıkның alameti de belgilengen işli var. Muşundak muhim işlani, muhim şeriatның hükmünü mazak kıysa, bunu meshir kıysa, Kur'an-ı Kerim'deki malum ayetlerini meshir kıysa, bu kafir olup gidiyor. Şunun için eğer muşunun yüzünün kafir bulduğallığını bülüp durup aynı kıygan bolsa bu kafir olup gidiyor. Eğer bülmey kıygan bolsa, bu eğer günahkar derhal çoğu tevbe kılış lazım. Bu vatan davası ya ki bu hizmetli bilen bu dinni men acayip hayran kalıvatkandı. Suqaştırışının nima ahmiyeti, nim faydası bugünkü günde. Bugünkü günde halkının kıymet karşını hürmetligen asasda hem adam şu ziminni azat kılış için, ziminni kutkuzuş için hareket kılış lazım. Zalimga karşı duruş lazım. Tecavüzçü karşı duruş lazım. Bundak günde halkının kıymet karşı dini karışlarını meskir qilib, onu eyüplab, sükep, Xitayning qilg'ini yetmemdi bizga mesela. Xitayning qilg'ini haddidan ziyada eşip ketyapti. Şuna her qanday bir insan o'zini men musulmon deydikan, o'lgandan keyin tirilish ba deydikan, darhol bu haqiqatni tunish lozim, tavba qilish lozim. Allah subhanahu va taolo chuqum men o'lsam mendan hisob oladi degan nuqtani har doim nima yozsin, nima so'zlisin, bunu o'ttirib qo'yib, andin cho yozish lozim, andin so'zlash lozim. Agar bilmasa, masalan, hozir sizlar bilmay qilib qolsa, bilmagan narsaga kirmaslik kerak, yoki uni arashtirib izlanish kerak, bildiganlardan so'rash lozim. Bilmagan narsani nima deb deydi? Butun dunyoda insonlar o'zining haliqi bugungi kunda hamma odam o'zininki ma'lum taxassusni hurmat qiladi. Doktorligini qilish lozim deydi masalan. Advokat advokatligini qilish lozim deydi. İlla dini meselemdi.
Dini meseleler kelgende yazgıcı olamdı, nima olsa hammadan kirib qalayimqan o'zining fikrlarincha o'ttirib qo'ydigan ishjiq. Nima uchun desa, ma dinninki hozir qo'g'daydigan bir siyosiy kuch bo'lmay qolg'achqa, bu shunday jur'atlik bo'lib ketdi nurg'un insonlar. Lekin o'lamni unutib qolganlik bu, shundaqli hisobni unutib qolganlik pat yaqinda buniga eg'ir hisob beradigan bir kun keldi. İnşallah bu yani diniy sohadagi bo'lmaganlarninki dinga keliverishi, bularga fatvo pish masalasida inshaalloh altimizdagi programda to'xtalamiz. Yana bir masala savol qilyapti. Yuqorida dedik hamda dinga uchuq Allohning kitobiga, hadisga yoki biror farzlarga hujum qildi, ya'ni inkor qildi, uning jazosini bayon qildik. Yuqorida o'tgandek ama musulmonlarni mazoq qildi masalan. Buningki nimasi uchun jazosi yoki hukmini berdi? Buningki musulmon turib, ya'ni o'zining musulmon qarindoshininki har xil bir banoya sabablarni ko'rsatib, buningki kiyimi, boshqa bir o'lchamiga tushunganlikdan uni mazoq qildi. Bu haqda qisqacha. Bu Qur'oni Karimda Alloh bizni umumyuzlik nimaga buyurgan desa, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum va la nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Deb mush oyatda ayol bo'lsin, hech kishim shu birsini mazoq qilmaslikqa, masxir qilmaslikqa buyurdi. Mushunda qiyganlarnicho mush oyatning o'zida zolim deb sifatildi oxirisida. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun dedi. Mushuna masxir qildi masalan, musulmonni masxir qildi, uning kiyimini masxir qildi, mengish turishini masxir qildi. Masalan, umumiy yani musulmonning umumiy yashash nizomnomasi, kiyim kechigi, shakli yoqmadi. Buni masxir qilgan bo'lsa, o'zi men musulmon deb turib, bizning mushu kungi qilishimizga mushu musulmonlar sababchi dedi ya. Deb ashunda qardi masalan. Bunda olgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mush oyatda bu insonlar tavba qilsin dedi. Agar tavba qilmasa, bular zolim dedi. Bu zalim deganlikning o'zi nihoyat ig'ir musibat hamda bu. Ala la'natullohi ala zalimin yana bir oyat. Allohning la'nati zolimga bo'ludi dedi Alloh Qur'oni Karimda. Demak, mu'minni, musulmonni masxir qilishning o'zi shu inson buni darhol tavba qilib, shu masxir qilgan kishilardan afv so'rmasa, bu insonning zolimligining dalili. Bu zolim Allohning la'nati qirdi. Allohning la'natiga qolgan inson do'zaxga kirdi. Agar ma dunyoda, agar musulmonning kuchi ulab, davlat ulab, musulmonning o'z obro'yini qo'g'daydigan ish bo'lsa-ku, buni jazolaydi. Hozir masalan, nurg'un davlatda bir raisni ayblasa masalan, ya ma'lum qozini ayblasa turmuq sulaydi. Nima uchun? Amaliy kuchi bor. Uningdan qo'rqib nurg'un insonlar raisini ya buni rasmiy qonunga tushib qoldigan yerga apiribchi uni ayblamaydi, jazo so'kmaydi yoki masxir qilmaydi. Kichikkinam hayot dunyodagi ozg'ina yillik turma yoki iqtisodiy jazodan qo'rqib. Lekin Alloh subhanahu va taoloninki la'natiga uchrash orqali mangulik do'zax kirishga jur'at qiladi. Bu noit aqlsizlik, nodonlik. Shu islom davosida rostchil emaslikninki dalili isboti. Shuning uchun har qanday bir inson, bir musulmon ashna masxir qilgan bo'lsa, buni tavba qilish lozim, musulmonlardan afv so'rash lozim. Agar unda qilmagan taqdirda bu zolimlarning qatoridan bo'lib ketadi. Nurg'un taraflari Xitoy zolimlari uchun o'xshab qoladi. Yani yuqorida o'tgandek, masalan, dinning ma'lum qismini inkor qilgan, qabul qilmaganlar bilan musulmonlarning qimmat qarashiga, musulmonlarga hujum qilishningki jazosi o'xshash, ya'ni hisobda. U alohida Qur'oni Karimda bir oyat Alloh subhanahu va taolo nim degan desa, "Kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim va shahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat." deb bulab ulayka humuz zalimun dedi mush oyat. Yani bular hidoyat kelgandan keyin degan iymon aytgandan keyin iymonni aytdi. Allohning rasulining rostligiga ishondi. Qur'oni Karimga ishondi. Allohdan kelgan butun vahiylarga ishongandan keyin bular kofir bo'ldi.
Hemmisiga tandı yoki qisminiga tandı. Hı. Hemmisiga tanish shart emas. Xo'sh. Masalan, Qur'oni Karimdagi bir oyatga tansa kafir bo'ladi. Hamma Qur'onga tanish lozim emas, ya'ni kafir bo'lish uchun. Bir oyatga tansa kafir bo'ladigan gap. Bu Allohning so'zi emas, men qabul qilinmadim buni desa, bu odam kafir bo'ladi. Mushundaq bo'lganlar kim o desa, bular zolimlar, azg'ullar dedi. Deb bo'lib, ulaika alayhim la'natullah. Mana bu yuqoridagilarga Allohning la'nati bo'ladi. Allohning azobi bularga deb tasvirladi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun har bir insoncho Sharq Turkistonlik musulmonlar alohida o'ylanish lozim. Yani Söz qilganda, biznes yozganda, ma dunyoda hozir bizning davlatimiz yo'q, musulmonning kuchi yo'q, xususan bizning kuchimiz yo'q. Ma dunyoda mumkin jazolanmay ketishi. Lekin qiyomatcho chuqum bor. O'lgandan keyin tirilish bor. Shuning uchun o'ylash lozim. Mushuni o'ylagan vaqtda bir musulmonni haqorat qilishdan, kamsitishdan yoki islom dinini kamsitishdan o'zi men musulmon deb turgan odam chuqum to'xtay oladi, chuqum yanadi. Allah razı olsun. Endi keldik en ahirki noktaga, muhim savol. Endi dinni o'z roziligi bilan qabul qildi, kirdi. Dinga kirib bo'lgandan keyin yuqorqi deb o'tgandek ishlarni sodir qildi. Uningdan o'tib, yana dindan chiqdi hamda. Tamam, men islomdan chiqdim, mening islom bilan ishim yo'q deb nazimullah buni nima qildi hamda. Dindan chiqdi. Bu shunday kirib bo'lgandan keyin dindan chiqib ketish haqqi bormi bu insonningki? Agar shunday chiqib ketib qolsa, buning hukmi nima? Aynı şekilde İslam shunday insonlarga bekitgan jazo nima? Bu jazo qanday uyg'unladi? Yani kimlar tatbiqlaydi buni? Bu haqda qisqacha tushuntirib berasizlar. Allah Qur'oni Karimda yuqorida deyilgandek dinga boshda kirish kirmaslik erkinligini berdi. Xo'sh. Kirgandan keyin bu dindan xolis chiqib ketadigan, xolis qoladigan erkinlikni bermadi. Bu nokta hammamizning kallasida aniq bo'lish lozim. Ham bak muhim nuqtamiz shu. Bu chunki bundaq bo'lganda bu din nimaga aylandi desa, o'yinchiq aylandi. Xalaganda kirib, xalaganda chiqadigan. Xalaganda kirib, xalaganda chiqib, xalaga odam chiqadigan. Ma'lum bir ishni, masalan, ma'lum xristianlik bor. Biz onu bildik. Hristiyan masalan Ortodoks mezhebide er ayalninki dini taraftan yani talak qilish haqqi yo'q endi. Bu muqaddas bağlanish deb qaraydi, shuni bilan talak qilishga bo'lmaydi. Ajrashishga bo'lmaydi. Shuni bilan bular qanday qildi desa, Hristiyan bo'lsa, musulmon bo'lib turib, islomga kirib turib, kelishamagan ahutullah. Uningdan keyin andan talig'ini elib, ajrashib, islom qonuni bo'yicha, bu shu ba'zi islom arab ellarida bor ahvolim. Uningdan keyin yana shu o'zininki asli diniga qaytadimdi. Ma'lum bir mushkil xafalikdan chiqish uchun. Xuddi shuningdek bu har qanday bir davlatda bu bir dinga kirish deganlik nima desa, mening umumiy so'ygam, umumiy dushmanligim mush din asosida bo'ladi deganlik. Buni kirdi, chiqdi. Bugun musulmonda at xristiyan bo'ldi masalan. Bunda olsa bu o'zining so'ygi, nafrati, muhabbati hammasini tegishtirgan bo'ladi. Tegishtirgandan keyin tabiiy holda buningga islom shariati yo'l qo'ymaydi. Islom dini yo'l qo'ymaydi. Hatta bütün dünyadaki nurgun devletler yol koymaydı. Ma dini meselede tamam dinge igi olduğun kuch olmagachqa yol koygan bilen. Mesela qaysi bir devlette mesela qatnash kanuni deyla. Qatnash kanuniga xalqancha xilovlik qilib, uningdan keyin men jazoga uchirmasligim lozim. Chunki men erkin. Ma yo'lning o'ng tarafi bilan menishim erkinligimda, sol bilan menishim erkinligimda deb diyalamdi bir odam. Diyolmaydi.
Onundan başka nurgun iqtisadi muamilde olsun, başka savdo setiq işlerde olsun, her kandak devlette malum tüzülgen kanun var. Şirket kuruştu olsun. Bir adam şirketin kude, o şirket ne bol takıyta yağımsın ben. Dep lan işini itip çık gidelim da. İşini itip binadan öydün çık gitişi mümkün. Lekin bunun kanuni mesuliyeti ta aş kanunun aldığı verip takmagıcılık ona. Aş o bajları uçu buçu hemsi gelden kelip durdu. Bu insan umumi yüzünün hayatıda, gündelik hayatıda, menş duruşuda, malum bir devlet yaşışıda, o men bu devletin kanununa boysunuş, boysunmaslık erkinligin ba. Nemiş kıysam kılime. Dep yaşamaydı o. Her kanda insan ayında deyse akılsızken ma o. Nim dep yaşaysam siz mevade deydi o. Nim için deyse maddi cezava bu yadı. Maddi ceza boğaçka hemmi devlette amal kılıp bu devlet yaşavatkan fukrala halıganç yaşaytım diyen usluk boyunca yaşamaydı. Lekin din hikayende çoğu deyse hazır aşındak bu dinninki ilgisi olmagaçka şuna bunu oyunçukka aylandırgan insanlar yok emas. Şunun için bu meseleye karta bunu iki xil noktaga ayırış lazım. Birinci biz yukarıda dedik dinde mecburlaş yok dedik. Bu bir hemmeden hemmi Müslümanlar itiraf kıldıgan yani dine kirişke bir adamın Müslüman bulsan dep mecburlaş yok. Mecburlap kirgen bolsa mu bu rastçıl samimi bolmaydı demdi bunun nerse. Şu mecburlangan küç yo'qolsa derhal özünün asliga qaytadi. Bir insan mesela Müslüman ti bu murtat oldu. Mesela din malum şeklendi, şeytan azdo'du, havayisi evsiga ergeçti, dinden çıktı. Lekin bunu hiç kişim bildirmey. Üze, üyde yaşadı, cemiyette yaşadı, köngülde bildi. Muşundak yaşagan bolsa İslam dini hemmi Müslümanlardan malum xuddi mektep o'quvchilardan imtihon elib sinib küçügendek vaqt belgilab qo'ygan emas endi. Madem Müslüman emasmi imtihon elib bo'ldi sinab turinglar deb unda buyruq yo'q. Bizden biz umum Müslüman deb bilsek onu Müslüman deb bilimiz endi. Unda bo'lgandan keyin aşında üzü bilen üze dindin çıkıp ya murtat bo'lib mesela yaşıda hiç kişimki bunu bildiğimi de cemiyet yaşkandak bunun selbi tesirini his kıldığı de bundak yaşagan bolsa bu devzixi buludu ölse devzakti mengu kalıdı cezalındı kıyamet günü. Mesela deylem de bir Uygur Avrupa'ya bağlı aslı Müslüman ayada durup Hristiyanlığın ki dininin tesiri uçurap Hristiyan oldu. Lekin onu üzü bildi yani kalbide. Üzü bildi. Hiç kimge ben Hristiyan o bu dep. Başkalarını teşvik kılmadı. Kalayını kançılık Hristiyan oldu. Bunda oğan bolsa bu devzak kirdi cezanında kaçan kıyamet günü. Allah Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kandak bir adam mümin bolgandan keyin, Müslüman bolgandan keyin dinden çıksa, murtat olsa, şu murtat bolgan halda ölse, kafir olap durup ölgen bolsa, bunun İslam'dan ilgiri kıygan bütün yaxşılıkları baka olup gitdi o. Dünya ve ahirette o kıygan yaxşılıkның hiç kandak mükafatıga erişemeydi o. Bu kişiler, bundak adamlar devzak kirdi dedi. Devzak kirdi dedi. Bunun cezası cehennem. Cehennem. Lekin bu birinci türü birinci türü yani bir insan murtat oldu üzü bilen üz yaşadı xuddi bu mesela kalbideki iş oğaçka itikat diyen kalpti dedik emasmi kalpdeki iş oğaçka bu bunu uqtumu demdi üzünün kafir bo'lganligini murtat bo'lganligini uqtumu de cemiyetke hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmadi cemiyette fitna qo'zg'amadi başkalarını özünün bu hata itikadiga çaqamıdı ve şundakla şu Müslümanlığın düşmanları bilen işbirliği quvmidi ziya yetkizmidi dini karşı hareket qilmadi bunda bo'lsa bu devzixi bo'ladi cehennemde kıyamet günü azaplanadi ilgirki bunun qilgan har qanday yaxshi bo'lib ketsin hammasi baka bo'lib ketadi nima sabab bilan murtat bo'lganlik sabab bilan
Ondan ikkinchi turi cho desa, ikkinchi turi xuddi payg'ambarimizning din keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuning zamonida va uningdan keyin necha qatim yuz bergan murtad bo'ldi. Ve şundakla başkalarını özünün bu hata itiqadıga çaqadı. Hata yoluğu çaqadı. Musulmanlığını ya İslam dininin bir kısmını zade men bunu itiraf kılmayman dep bu meydanını ilan kıldı. Yani İslam devletiga Musulmanlarga meydan oku demandakça aytkan. Bunda olsa dese bu cezalandı, öldürüldü. Tevbe kılmasalam. Yani tutkandan ki yak men qaytdım, tevbe kıldım. Dese, tekrar yani İslam kaysa o erkinlik var. Lakin şu yüzden meydanında çın tutsa, xuddi Musaylama ibn Kezzab'ның әгәш kişileri ve Ansi nurgun adamı çıkan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun zamanında Muhammed peygamber olsun, men peygamber dep çıkan, bunu әгәшkelli olgan. Bu fakat mutaessiflikten yüzden kabilesiga, yüzden yutluğa mutaassiflik qilganlikdan hatta shu chaqda Kazzabu Rabi'a ahabbu ilayna min sadiq Mudar. Yani qabila hamdi. Bizning o'zimizning jutlig'i ya o'zimizning qabilasidagi yolg'onchi odam boshqa qabiladagi rostchil odamdan bizga nisbatan yaxshi degan mush tushuncha bilan nurg'un arablar shu chaqda murtad bo'lgan. Bu murtad bo'lganlarga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu urush ochgan, urush e'lon qilgan. Shuning uchun İslam kanununda bu bugünkü günde nemge okşatış mümkün bu ne dese devlet haini okşatış mümkün. Yani bir İslam cemiyeti bunun Müslümanlar cemiyeti var, Müslümanlar devleti var. Bundak bir devlette murtad olab özünün başka bir dinine kirip mesela andın özünün dinine başkalarını çakırış, başkalarını davet kılış, başkalarını ulanın dini da şek taşlaydıgan her xil gap söz iş hareketini kılışının üze muş devletini veyran kılış, devletini fitnege taşlaş, halkını özara uruş kıseleş ve şundakla bu devletinin düşmanları bilen muş devlet yaşaydıgan Müslümanlarınki düşmanı bilen şu hemkarlışının üzemdi bu. Bugün günde bunu insanlar nime bilen ifade ediyorsa devlet haini, vatan haini deymiz. Vatan hainlerininki erkinligi var mı her kanda devlette? Dese hiç kandak devlette erkinlik yok. Hiç kandak devlette vatan hıyanet kılgan bolsa, bopto özünün erkinliği demeydi hiç kişim. Onu çukum vatan haininin kallısını alıyor. Her kanda devlet. Hatta demokratik devlet oldu mu? Biz erkin, emmedem erkin digen devlet oldu mu? Devlet haini digen muşundak bir töhmet bilen bir adam cezalansa, ispatlanıp çukum ço ya bunu ölüm ba ya ki mengoluk turmu var mesela ölüm cezası yok devletlerde. Lakin köpeniş devlet şu ölüm var. Mesela biz bugün günde Uygur digen muş dava bilen bizning vatanimizdagi komünist itiqadını qabul qilib komünist bo'lib Xitoy bilan yashayotganini, Xitoy bilan hamkorlashayotganini, bizning xalqni boshqarishga Xitoyninki kuch orqali hassa qo'shayotganini nima deymiz? Vatan xaini deymiz. Onu özünün erkinliğe o hizmet kıptı, maaş yaptı, devlet tuttu demdik. Ya ki vatan haini bizim düşmanlarımız vakti gelsi bunun cezalaş lazım demdik. Elbette aşınak deyimiz. Bizim vatanımızdaki halk ne? Mesela Müslüman halkını kim arkalık başkuruvatır desek komünist. Şu komünist itikadını kubul kıygan, komünizmini söygen, nurgun men Uygur deydigan, Uygur sözleydigan insanlar bilen başkuruvatır o. Bunu biz Uygur olgan diken deplam onunki hıyanetini biz kubul kılamayız. Uygur iken bizge okşaş, rengi okşaydı iken, tili okşaydı iken, vay bizden jutluğumuzda ya bizden tukunumuzda dep mesela komünizm bilen, Xitay bilen hemkarlaşıp bizden halkka zulüm selavatkan insan ne? Biz bir milletkenmez dep onun kat'i cinayetini biz yok çıkarıp mesela hiç çıkınmağandaki muamele kılışımız lazım mı? Onu cezalaşımız lazım mı? Cezalaş gerektir. Elbette onu cezalaş lazım. Xuddi şuningdek İslam cemiyetide Müslümanlar işçide dindan chiqib murtad bo'lib murtad bo'lganligini boshqalarga da'vo qilib boshqalarni shu o'zining xato yo'liga chaqas shu desa bu shu Xitoy bilan hamkorlashgan shu zalim shu komünist bilan komünist Uyg'ur bilan hech qanday farqi yo'q. Bu
vatan haini cezalangandek çokum cezalanish lazım. Çünkü vatan haini maddi taraftan milletke ziya yetkizdi. Maddi taraftan ziya yetkizdi. Ma murtat oğalıço manevi taraftan ziya yetkizdi ve şundakla ziya yetkizdi çünkü mesela bizning vatanimizda kommunizmni qabul qilmagan bo'lsa bizning shu kadrlar kommunizm e'tiqodini qabul qilmagan bo'lsa azaldan kommunist kelgan vaqtda uni chavash-chalib qarshi olmagan bo'lsa voy kommunizm tuzum degan bu obdan tuzum deb bizning shu inqilob mas'ullarining ichidanmi kommunizm bilan ta'sirlanganlar kommunizm tuzumi bilan ta'sirlanib qag'achqa voy bu yaxshi tuzumgan deb qag'achqa bizning vatanning kommunistning quliga tushishiga alohida as qo'shgan ahvollar yo'q emas ba. Eğer şular komünizmni mushunda tunum iliqi yaxshi deb tunib uning e'tiqod qilmagan bo'lsa balkim bizning vatanimiz mustaqil yashab qolish ehtimolligi bor. Yoki Xitoy bizni bugun boshqargandek boshqarolmaydi. Umumiy xalqimizda kommunizm degan zot bu xato e'tiqod. Bu kommunizmga qat'iy kirmaslik kerak. Buning bilan qat'iy hamkorlashmaslik kerak kommunistlar bilan. Bu islom diniga zidlan bir ko'z qarash deb tunigan bo'lsa, ma bugungi ahvol meningcha cho'qim bo'lmaydi. Şunun için milletninki maddi hak hukukunu qo'g'dash qandaq zarur bo'lgan bo'lsa, bu milletninki manevi hak hukukunu qo'g'dashimiz uchun shundaq zarur. Chunki ma'naviyat yo'qolgan vaqtda maddi hukuk cho'qim yo'qurdi. Bizning bugungi kun qilishimizda bizning ma'naviy tarafdan qimmat qarashlarimiz yo'qolganligi, kommunizm har xil xato iddia bilan ta'sirlangan, shuni qabul qilgan nurg'un insonlar bo'lganligi uchun mushkul qilyapmiz. Emdi kaldık yani İslam'daki hükmü eğer bir insan murtat oldu dinden çıktı onun hükmü cezası öldürüş. Öldürüş başkalarını şu yüzden hatayına davet kılgan bolsa. Kılgan bolsa. Emdi kaldık bu öldürüş degen bu hükümlü cezanı kaysı şaraitta yoki kaysı şartta astıda kimler icra kılalaydı? İslam bu hükümni kimning icra kılışıga ruhsat kılgan yoki hukukunu bergen. Bunu bir uçuklaş gerek hem de şu. Bu nayette inçke muhim noktalarının biri. Çünkü bizning işimizde İslam dünyasida yakından bir yüz bergen ahvallar nima desa, bir adam bir malni ya bir jutni egallasa, mayli lükçelik bilan egallason, mayli özünün ma'lum qural kuchi bilan egallason. Shuning bilan mishadiman islom davlat qurdim deblam, andin o'ziga qarshi adamilni chiqib, ba'zisini murtad deb, ba'zisini yana bijnim deb kallasini oldigan mushunaq ahvollar ko'payib qoldi keyingi vaqtlarda. Bu shariatga tubdan zid ish bu. Biz yuqorida jiq ta'kidladik. Bu Qur'oni Karim Payg'ambar alayhisolamning so'zini umumiy tushunishimiz lozim. La ikraha fid din. Dinda tanlash, zo'rlash majburiyalqi, zo'rlash yo'q degan oyatni mu'minlarga nisbatan cho desa, va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin bilan jo'g'lab tushunish lozim. Mu'min bo'lgandan keyin tanlash ixtiyorim yo'q ekan deb tushunish lozim. Xuddi shuningdek hüküm bir mesele yani ma murtad yoki ma deb hüküm chiqdi. Bu hükümni kim icra qildi meselesi. Bir adam mesela bugün kunda qaysi bir davlatda ma'lum bizga o'g'irlik kirdi bir adamning mol mulkini o'g'irlab oldi. Uni keyin tutib oldi. Tutib olgandan keyin ma o'g'irlik qilgan deb uning quloqlarini ya putlarini kessa qaysi davlat buning yo'l qo'ydi? Uni hukuk aldığı bağımı, yasakçı aldığı bağımı. Sakçı bağımı, sot bağımı, yüzülam malum cezanı kıysa bunu kanun cezalı mı diyak mı? Umu cezalıdır. Elbette cezalaydı. Elbette cezalaydı. Bu devletçilik degen bu. Yani hiç kanda adamın ki derhal malum bir tecavüzlükka ya ki malum bir hak hukuk depsendi kılınsa vay men üzemlan bu meselenin hal kılıtım deyiş hakkı yok. Biz Kur'an-ı Kerim qaraydigan bolsak, Kur'an-ı Kerim'de nurgun ayette Allah Subhanahu ve Taala ve anihkum beynehum bima anzalallah ve la tettabi' ahwaahum. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ula arasında yani Müslümanlar içinde Allah'ın hükmü bilen, Allah'ın kitabı bilen hüküm qilgin.
deb xitob kim bo'layotir bu yerdagi talab desa payg'ambarimizga. Payg'ambarimiz kim edi? Davlat mas'uliyati. Davlat mas'uliyati. Rasulullohning zamonida mayli o'g'irlik qilib, mayli zina qilib, mayli qanday adam jinoyat qilib qilgan bo'lsa, sahobildim bizcho, ma o'g'irlik qilgan deb qo'lni kesgan, zina qilgan deb uni rajm qilib yo qamchilagan hech qanday ahvol yo'q. Hammasi Rasulullohning oldiga elib keldi. Bunda qildi deb. Rasulullohning oldiga kelgandan keyin ondan payg'ambarimizcho buni jazolaydi yoki boshqa bir aylanni jazolashga buyurdi. Mush ahvol mayli Abu Bakr Siddiq, Umar radhiyallohu anhu va ta mush xilofat o'rilgichirak bo'layotgan ahvolchi mushu. Ya'ni qonunni ijro qiladigan o'rin bu hokimiyat bo'lishi lozim. Davlat bo'lishi lozim. Sud bo'lishi lozim. Shuning uchun olimlarimiz masalan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi degan hadis var. Faman lam yastati' fa bi lisanihi, faman lam yastati' fa bi qalbihi ve zalika adhaful iman. Qandaq bir odam bir xato ishni ko'rsa, buni qo'li bilan o'zgartirsin degan. Mushin nima degan olimlarimiz? Qo'l bilan o'zgartish hokimning haqqi, ya'ni davlatning haqqi yoki davlat belgilagan qozining haqqi. Qozining haqqi. Til bilan o'zgartish cho desa, olimning haqqi. Yani olimlar til bilan o'zgartiradi, ya'ni til bilan nasihat qiladi, til bilan to'g'rini cho ko'rsatadi degan. U undan olmagancha desa, bu qonunni qanday odam xohlagancha ijro qiladigan bo'lsa, bu bir o'rmonlik o'xshaydi. Yani hayvonlar jamiyatiga o'xshaydi. Hayvonlar jamiyatida kun kuchli bo'lsa, shu hammani boshqaradigan, hammani izirgan ahvol va xuddi shuningdek insonlarning jamiyatimiz shu, ya'ni kuchli odam o'zining haqqini ola oladi, ojizlarning haqqi dafsanli qilinib shu meniverdi. Shuning uchun olimlarimiz umumyuzlik bu jazoni ijro qilish uchun birinchisi sulton bo'lish lozim, davlat bo'lish lozim yoki davlat belgilagan shu sultonning noibi bo'lishi lozim. Buna bo'lmasa jazoni ijro qilishga bo'lmaydi. Buna yo'q bo'lib qolsa bugungi kunda musulmonlar nima ish qilish lozim desa, musulmonlar shundaq shariat ijro qilinadigan davlatni vujudga chiqarishga tirishchilik qilish lozim. Davlatni qo'lga keltirishga tirishchilik qilish lozim degan. Shuning uchun bizning bugungi kundagi mas'uliyatimiz nima desa, paloni murtadkan ya paloni fasiqkan deb unga jazo kelib, kesib, paloni munofiqkan deb uni manda qilamiz deb bu chet elda o'ltirash chepish bilan emas bizning dardimiz, balki cho davlatimizni asaq bo'ldi ekan. Shu shariatni ijro qilish uchunmi davlat lozim ekan. Erkin yashash uchunmi davlat lozim ekan. Biz kimligimizni qo'g'dash uchunmi davlat lozim ekan degan bu haqiqatni tunishimiz lozim. Davlatni qo'lga olmay turib, davlatni tutmay turib, nurg'un shariat hukmlarini, xususan had, ya'ni shariat belgilangan jazoni ijro qilish mumkin emas. Har qanday hech qanday bir insonning jazoni men o'zim ijro qilaman deyish haqqi yo'q. Agar unda deyish shu bu tajovuz qilgan bo'ladi, jazoni. O aniqda bir xatoni jazolayman deb texmi cho'ng xatoni keltirib chiqadigan bir qarayman qanchalik yo'l chiqqan emas. Payg'ambarimizning zamonida ya Rasululloh men zina masalasida. Masalan men 3 adamni ya 2 adamni ya ko'rdim, masalan ya 5 adamni ko'rdim ayolim bilan zina qilayotganligini. Men uningga qolgan guvohchilikni ekilib, masalan voy men zina qilib o'tibdi, mening guvoh qo'yinglar degicha u ishni tugatdi. Men buni kallasini olib jazolasam, uni o'ltirsam degan vaqtda nima degan desa, sen uni bilan o'ltirilsa. Nimani dastlandi qilganliging uchun. Ya'ni sen bu yerda masala nima desa, haliqi u bir xato ishdi. Xato ishni ko'rgan odamning xatoni qilgan odamni o'ltirish haqqi yo'q. Uningdan keyin shariat buningga nimani belgiladi desa, guvohchini ekkab bo'g'ini bo'lmagandan keyin mulaana degan oyat mushundan tushgan. Ya'ni ayol o'tirisida bizga rostchil, sen yolg'onchi deb qasam qilish. Uningdan keyin bular mangu ajrashib ketish
Lekin şu ergimi çoğu dese derhal öldürüp itiş şu vakitning o'zida haqqi yo'q. Bir insonningki. Bunda desa obro'yini qo'g'dash bu muhim ish. Obro'yini qo'g'dash qachon desa shu tajovuz qilaman degani shu odam bor masalan. Shuni qo'g'dash imkoniyati bor. Qo'g'dash yo'lida mayli o'lib ketsin, mayli qarshi tarafni o'ldirib etsin, u tajovuz yo'lida. Bu ayrim masala. Lekin avuchu ayrim masala. Buni mushu inchik taraflarini yaxshi tushunib muomala qilish lozim. Allah razı olsun. Başka sorma tügüde. Başka meseleler inşallah. Yana bir kıtımda kirayla. Rahmet Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon görgücü kandaşlar, sual ve cevap namlı programımız müşahede ahırlaştı. Kila kıtımki programlarda uçuruş ümidi bilen hemenlerini Cenab-ı Allah Teala'ya tavşurdum. Hayırlı hoş aman bulunla. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.